Soliq qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari Mubin Mirzayev Xitoyning Temu Marketplace'ning bloklanishi bilan bog'liq vaziyatga izoh berdi. Dastlabki hisob-kitobga ko'ra, Temu tomonidan taxminan 46 milliard so'm soliq to'lanmagani aniqlangan. Bizda birinchi eng katta masala bu marketplace yoki mana shu elektron savdo tizimini soliqqa tortish. Bu butun dunyoda juda katta muammo masalaga duchor bo'lyapti. Biz birinchi navbatda mana shu to'liq tahlil qildik. Yana elektron savdo, yana o'sha internet orqali savdo qilish tizimini soliqqa tortish bo'yicha to'liq tahlil qildik. Mana tahlillar natijasi bo'yicha juda ko'plab o'sha elektron savdo bilan shug'ullanayotgan tashkilotlar soliq to'lamaslik holatlarini aniqladik. Bu birinchi navbatda nafaqat Temu, bu mana shu Wildberries degan tashkilot ham bugungi kunda soliq to'lamay yurgandi. Biz bir xil bu yerda ko'pchilik aytish mumkin, nima uchun Temu? Ya'ni biz barcha o'sha elektron platformalarga soliq majburiyatlarini bajarish bo'yicha hammasiga ogohlantirish xatni berganmiz. Ya'ni soliqlarni to'lash, soliq qonunchiligi bo'yicha to'lash majburligini aytib ularga ogohlantirganmiz. Endi Wildberries bizga 52 milliard, adashmasam 52 milliard soliqlarni hisoblab to'lab berdi, shundaymi? Ya'ni ular to'lab berdi, bizda e'tiroz yo'q. Mana to'lab berdi, qonunchilik bo'yicha bemalol ishlayvergan. Hech qanday bizga e'tiroz yo'q deb biz o'zimizning xulosamizni berdik. Temu bo'yicha bizga bugungi kunda dastlabki hisob-kitoblar bo'yicha biz endi uni tekshirganimiz yo'q. O'sha olingan ma'lumotlar asosan 46 milliard so'mlik soliqlar to'lanmaganligi aniqlandi. Biz uni e'tiroz xati qilib mana to'lab qo'ygan deb berganmiz. Shuning uchun qachon bizga to'lab berib nima qilsa, biz ularga faoliyatni legallashtirib yoki bir qonuniy ishlash imkoniyatini yaratib beramiz. Shuning uchun bu bizning dastlabki hisob-kitoblarimiz, biz uni tekshirganimiz yo'q. Shuning uchun uni agar to'lanmaydigan bo'lsa, biz uni to'liq tekshirib, qancha soliq majburiyatlarini bajarish bo'yicha yana alohida raqamlarni beramiz. O'tgan davrda aynan qancha miqdordagi soliqlar to'lanmaganligi haqidagi ma'lumotlarni bera olasizmi? Asosan to'lanmay qolgan soliq qarzlari bu faol soliq qarzlari deydi. Hududlar bo'yicha agar aytadigan bo'lsak, bugungi kunda 8,5 trillion so'mlik soliq to'lanmagan soliqlar bor va birinchi marta biz mana shu mart oyida deyarli 140 milliard so'mlik kamaytirdik. Bu o'sha 24-yilda bir muncha oshdi, lekin hozir bugungi kunda biz qat'iy bu soliqlarni to'lamaslik, soliq qarzdorlikni undirish bo'yicha juda qattiq o'zimizga reja qilib olganmiz va 2025-yilda men o'ylaymanki bu qarzdorlik 10% dan oshmaydigan rejani o'zimizga belgilab olganmiz. Shuningdek, matbuot anjumanida qo'mita departament direktori Komil Saidov Toshkent shahridagi noturar joylar uchun ijara narxlarining nima sababdan keskin oshib ketgani haqidagi savolga ham izoh berdi. Siz bu yildan o'sha noturar mulklarni ijaraga berishda kengashlarni, ya'ni xalq deputatlar, tuman shahar kengashlarining vakolatlari kengaytirildi. O'tgan yillarda o'sha pasaytirish vakolat berilgan bo'lsa, hududdan kelib chiqib o'sha deputatlarga stavkalarni pasaytirish yoki ko'paytirish ham imkoniyat yaratildi. Buni sababi nimaga? Chunki qat'iy stavka o'sha har doim ham o'sha hududni aynan faoliyatiga yoki joylashgan joyiga mos kelmasligi mumkin. Shu nuqtai nazardan mana shu o'zgartirish kiritilgan edi. Keyin Toshkent shahrida ham bu bir qancha tadbirkorlik subyektlari tomonidan taklif bo'ldiki, endi noturar mulklar, masalan deylik, Toshkent shahrining atroflarida ko'chmas mulk maydoni katta bo'lishi mumkin, lekin u faqat ombor uchun mo'ljallangan bo'lishi mumkin. Ya'ni mulkni ofis uchun mo'ljallangan bo'lsa qimmatroq, ombor yoki boshqa holatlar uchun mo'ljallangan bo'lsa, buni ijara narxi past bo'ladi, lekin deputatlar tomonidan bir xil qat'iy miqdor belgilandi degan o'sha taklif bildirilgandan keyin bu Toshkent shahrida muhokama qilindi. Xuddi siz aytganingizdek, o'sha tadbirkorlik subyektlari bo'yicha prezident huzuridagi kengashda ham muhokama qilingan natijasida mana prezidentimizning qarorlari chiqdi. 178 sonli qaror bilan endilikda o'sha deputatlarga mulkni ixtisoslashuvdan kelib chiqib stavkani belgilash vakolati berildi. Ya'ni endilikda agar bu ofis uchun mo'ljallangan, remont qilingan, boshqa bino bo'ladigan bo'lsa, nisbatan yuqoriroq belgilashi mumkin. Vaholanki ombor yoki boshqa maqsadda mo'ljallangan bo'lsa, bu mulkni stavkasini deputatlarda pasaytirish vakolati bor.